То есть люди собрались, решили, что они будут продавать картофель. Да? То есть столько-то людей, столько-то дворов выращивают картофель, они стали пайщиками этого кооператива, купили эту машину, которая моет и фасует картофель, и они сейчас этот картофель везде отправляют. Они говорят, у нас уже своего картофеля не хватает, мы закупаем из соседних регионов. Понимаете, вот можно заниматься. В одном селе мы были пчеловод. Biz bilmiyoruz даже eskiler, gruppalardan keler, qaraylar, допустим, şu bizim muzeylarni qaraylar, shaharda da qarorliq egallar var, bizim bunun parklar var, matodi. Конечно, bir necha направление shunda turistik marshrutlар yasaymiz endi. Shularni taratib chiqqan tur agentstvolarga, значит, элементарно endi, допустим, Göltek shahar yerida ipini qo'yan o'sgandan sutni qo'yan chiqqanini bilmaylar. Borib ovulni qurib qorib qaytarib tilovchilar ko'p shahar yerida bugungi kunda. Ovul turmushim ishli bizning idealni допустим bir shunday xo'jalik bo'lsa, bir uy xo'jalik bo'lsa, shunday eski ishlangan, teshik bo'lsa, mana shunday shunday o'tin shu avtobus bilan keladi, ekskursiyalarga bo'lganimiz bor edi, nektarlar kelib, o'sha shunday bir ataga shunday ovulni tarixini so'ylab, nechta